Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Sizlar bilan yana TIU podcast. Bugungi sonimiz nihoyatda dolzarb va muhim mavzuga yashil iqtisodiyot, ya'ni atrof muhitni asrash va barqaror rivojlanishga bag'ishlanadi. Ma'lumki 2025-yil O'zbekistonda atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilindi. Bu tashabbus faqat davlat siyosati emas, balki har birimizning yashash tarzimiz, kelajak uchun qilayotgan tanlovlarimiz bilan bevosita bog'liqdir. Shuningdek, yaqinlashib kelayotgan 2025-yil 16-aprel kuni Toshkent xalqaro universitetida o'tkazilishi rejalashtirilgan yashil taraqqiyot, barqaror kelajak uchun yechimlar mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ham bugungi mavzuga qancha e'tibor kuchli ekanligini ko'rsatadi. Shunday ekan, bugun biz ikki ajoyib mehmonimiz bilan ushbu mavzu haqida suhbatlashamiz. Birlari yashil iqtisodiyot va hududiy rivojlanish masalalari bo'yicha ko'p yillik ilmiy tajribaga ega, hozirda Toshkent xalqaro universiteti dotsenti Komiljon Qo'ziyev. Ikkinchilari esa amaliyotda, xususan makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar institutining mustaqil tadqiqotchisi sifatida faoliyat yuritayotgan, yirik sanoat korxonalarida tajriba orttirgan va xalqaro dasturlarda qatnashgan mutaxassis Rustamjon Jumamatov. Xo'p, ular bilan birga yashil iqtisodiyot nima? U qanday ishlaydi? Nega u bugun va ayniqsa kelajakda muhim ahamiyatga ega? Shu savollarga chuqurroq javob izlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Bugungi sonimiz siz bilan birga olib borayotganimizdan juda ham xursandmiz. Demak, salomlashib olganingizdan so'ng javoblarga, birinchi savol javoblarga o'tamiz, boshlaymiz. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham juda bugun qiziqarli va dolzarb mavzu haqida suhbat boradi. Tinglovchilar uchun bu juda qiziq va oddiy o'sha nimadan boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Juda ham to'g'ri aytdilar Komiljon aka. Bu mavzu oxirgi yillarda juda ham dolzarb, O'zbekiston uchun ham, butun davlat uchun ham, butun jamiyat uchun ham juda ham bu dolzarb masalalardan biri. Tashrifingiz uchun yana bir bor rahmat aytaman. Bugungi sizlarga tayyorlab qo'ygan savollarimizni boshlaymiz. Birinchi o'rinda bu podkastni kuzatib turganlar uchun ma'lumot sifatida umumiy savollardan boshlaymiz. Yashil iqtisodiyot o'zi nima? Yashil iqtisodiyot deganda aynan nimani tushunamiz? Bu atama qayerdan kelib chiqqan? Haqiqatan ham yashil iqtisodiyot kuzatuvchilar uchun, tinglovchilar uchun juda qiziqarli. Shu bilan birga biz uchun hozirda yangi termin, yangi atama. Dastlab qanday paydo bo'lgan va bu nimani anglatadi? Aytaylik, o'sha insoniyat o'zining mehnat faoliyatini bizi adabiyotlarda iqtisodiy faoliyat deyiladi. Aytaylik, o'sha insoniyat yoki o'sha korxona tashkilotlari iqtisodiy faoliyat yuritayotgan paytda bevosita tabiiy resurslardan foydalanadi. Aytaylik, avtomobil bo'ladigan bo'lsa, o'sha avtomobilga aytaylik yoqilg'i quyadi. Yoki bo'lmasa boshqa iqtisodiy faoliyatda ham xohlaymizmi yo'qmi tabiiy resurslardan foydalanadi. Mana shu tabiiy resurslardan foydalanish jarayonida chiqindilar chiqarib boshlaydi. Va bu mana shu chiqindi chiqarish jarayoni bizni tabiatga ta'sir deb tushunamiz. Tabiiy resurslardan foydalanish va tabiatga ta'sir. Ana endi yashil iqtisodiyot g'oyasi, eng asosiy g'oyasi nimadan iborat? Ya'ni o'sha iqtisodiy faoliyat jarayonida tabiatga ta'sirni minimallashtirishdan iborat. Yoki bo'lmasa o'sha tabiatga ta'sir ko'rsatmagan holda iqtisodiy faoliyat yuritishni yashil iqtisodiyot deb tushunsa bo'ladi. An'anaviy iqtisodiyot qanaqa bo'lgan? An'anaviy iqtisodiyot mana hozir ko'proq ko'chada kuzatayotgan aytaylik iqtisodiyotni biz an'anaviy desak bo'ladi. Oddiy hammamiz ham masalan avtomobildan foydalanamiz. Ishga borayotganda yoki umumiy hayotda avtomobildan foydalanamiz. Avtomobil ikki xil bo'lishi mumkin. O'sha gaz, dizel, benzinda yuradigan avtomobil yoki hozir hayotimizga ko'proq kirib kelayotgan elektromobillar bo'lishi mumkin. Demak, gaz, benzin, dizel kabi yoqilg'ilarda yuradigan avtomobillar tabiatga ko'proq ta'sir ko'rsatadi, chiqindi chiqaradi. Elektromobillar nisbatan kamroq ta'sir ko'rsatadi. Mana demak, an'anaviy iqtisodiyot bilan yashil iqtisodiyot taqqoslaydigan bo'ladigan bo'lsak, eng oddiy taqqoslash mana shu bo'ladi. Ana endi uni kirib kelishi, umuman uni kirib kelishi alohida bir tarixga ega. Alohida tarixga ega. Sababi insoniyat ayrim adabiyotlarda aytiladi 10 ming yildan beri iqtisodiy faoliyat yuritadi deyiladi. Masalan 10 ming yillardan ortiq vaqtdan beri aytaylik o'sha dehqonchilik faoliyatini yuritgan, ovchilik faoliyatini yuritgan va hokazo hokazo. Ana endi o'sha paytda albatta tabiatga ta'sir ko'rsatgan, lekin tabiatga ta'sir oxirgi 100 yillik darajasida bo'lmagan. Nima uchun oxirgi 100 yillik darajasida insoniyat tabiatga ta'sir kuchayib ketdi? Sababi biz oxirgi 100 yillikda demak sanoat inqilobini kuzatdik.
Eslaringizda bo'lsa, o'sha birinchi sanoat inqilobi o'sha bug' mashinalar paydo bo'lishi, temir yo'lni yuzaga kelishi yoki elektr ishlab chiqaruvchi korxonalarning qurilishi, aytaylik o'sha temir yo'llar qurilishi mana shu bilan bo'ldi. Va sanoat ishlab chiqarish albatta insonga juda qulaylik keltirdi. Yangi ish o'rinlari yaratdi. Aholini aytaylik ma'lum bir ma'noda qulayliklar, qarshiliklardan qutulishga olib keldi va o'z navbatida tabiatga ta'sir ham juda kuchayib ketdi. Biz elektr energiya olayotganda nimani ishlashamiz? Eslaringizda bo'lsa, o'sha birinchi sanoat inqilobidagi yangi o'sha parovozlar, bug' mashinalari ko'mirda yonardi. Ko'mir yonilg'isini ishlatishardi. Keyinchalik boshqa turdagi yonilg'iga o'tishdi. Ko'mir yonilg'isi o'sha tabiatga ta'sir chiqindilar chiqarish bo'yicha eng katta chiqarish nimasiga ega. O'sha tabiatga chiqarilgan chiqindini, yonilg'idan chiqindini SO2 deyiladi o'sha kitoblarda. Ya'ni uglerod chiqindisi deyiladi. Ana o'sha demak chiqindi demak ma'lum bir ma'noda tabiatga ta'sir qilib boshladi. Tabiatga ta'sir qanaqa kuzatildi? Tabiatga ta'sir natijasida aytaylik havo haroratida o'zgarish bo'ldi. Odamlar sog'lig'iga ta'sir ko'rsata boshladi. Ekinlar, yashillik kamayib boshladi. Mana shu hayvonot olami ma'lum bir ma'noda qisqarib boshladi, qirilib keta boshladi. Mana shu narsalar hammasi kelib aytaylik o'sha 1950-yillardan beri boshlab rasmiy ravishda yashil iqtisodiyotga o'tish yoki ekologik atrof muhitni asrash bo'yicha rasmiy ravishda hujjatlar qabul qilina boshladi. Bu albatta o'sha butun dunyo miqyosida Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida katta rezolyutsiya, katta hujjatlar qabul qilib boshlandi va katta anjumanlar o'tkazib boshlandi. Va 1972-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining huzurida o'sha United Nations Environment Program tuziladi. Ya'ni o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhitni muhofaza qilish dasturi qabul qilinadi va bu dastur rasmiy ravishda ish boshlaydi. Rasmiy ravishda ish boshlaydi va yer yuzida o'sha 1972-yilda juda katta anjuman bo'lib o'tadi. Butun dunyoda hamma yig'ilib va o'sha yerda tabiatga ta'sirni minimallashtirish haqida juda ko'plab demak muzokaralar olib boriladi, hujjatlar qabul qilinadi va o'sha paytda lekin o'sha ekologiya iqtisodiyoti tushunchasi kirib keladi fanga. Va ekologiya iqtisodiyoti mana shu rivojlanib boradi. Olimlar juda ko'p ilmiy tadqiqotlar olib boriladi, kitoblar yoziladi. Masalan, o'sha 1970-80-yillar orasida o'sha bir guruh olimlar o'sha o'sish chekka nuqtalari degan asar yozib butun dunyoga nima bo'lgan aytaylik o'shanda ham aytilgan barqaror rivojlanishga o'tishimiz kerak. Ya'ni o'sha tabiatni asrash, hozirgi resurslardan kamroq foydalangan holda kelajak avlodga qoldirish kerak degan bir g'oyalarni ilgari suradi. Mana shular hammasi olib kelib 1989-yilda birinchi marta Buyuk Britaniyada yashil iqtisodiyot degan tushunchadan foydalana boshlaydi olimlar. Mana shundan beri aytaylik juda katta anjumanlar va protokollar, rezolyutsiyalar dunyo miqyosida qabul qilindi. Aytaylik o'sha Kyoto protokolini aytishimiz mumkin, Parij bitimini aytishimiz mumkin, o'sha chiqindilarni kamaytirish, tabiatga ta'sirni kamaytirish, aytaylik yashil transportga o'tish, umuman ijtimoiy hayotimizni ekologiyalashtirish desak ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib demak o'sha yashil iqtisodiyot shakllandi. Endi bu hali ommaviylashib borgani yo'q. Masalan, ommaviylashtirishni uchun bu juda katta ishlar amalga oshirish kerakligini demak ko'rsatib beryapti va shu jumladan O'zbekistonda bu yil juda katta voqea bo'ldi. 2025-yil yuqorida aytib o'tganingizdek tabiatni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb qabul qilindi va bu yil bo'yicha dastur qabul qilindi. Biz oldinroq o'zi o'sha Parij bitimi, Kyoto protokoliga qo'shilib ma'lum bir majburiyatlar olgandik va barqaror rivojlanish maqsadlariga ham qo'shilib o'zimizni milliy barqaror rivojlanish maqsadlarini qabul qilgandik. Va buni o'zi demak shu bilan birgalikda mana bu yil katta dastur qabul qilindi. Yaqindagina Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo sammiti bo'lib o'tdi Samarqand shahrida va bu sammitning bitta katta qismi o'sha yashil rivojlanishga qaratildi. Demak mana shular demak bu barchasi birinchi navbatda yashil iqtisodiyotni ommaviylashtirishga olib keladi. Va o'sha yashil iqtisodiyotga o'tish sekin-astalik bilan o'sha sohalarda, tarmoqlarda aholi nimasida amalga oshiriladi. Siz katta rahmat fikrlar uchun. Albatta men sizlar uchun tayyorlagan ikkinchi savolga ham bu javoblaringiz orasida ya'ni an'anaviy iqtisodiyot bilan yashil iqtisodiyot farqini so'ramoqchi edim. Buni ham alohida ta'kidlab o'tib ketdingiz. Islomjon aka sizdan so'rasak. Ya'ni yashil iqtisodiyot haqida qisqacha
fikrlar tomoshabinlar uchun tushunarli bo'lishi uchun. Komiljon aka juda ham to'g'ri tushuntirib berdilar, keng qamrovli tushuntirib berdilar. Shunga qo'shimcha qiladigan bo'lsa, mana Komiljon aka aytdilar, ilk bor shu Buyuk Britaniyada 1989-yilda yashil iqtisodiyot termini qo'llangan va 2008-yildagi buyuk Amerikadagi shu inqirozdan keyin bu yanada ommalashib, o'sha keng jamoatchilik fikrida qo'llanishda ishlatilishi boshlandi. Endi yana qo'shimcha shu an'anaviy iqtisodiyot bilan hozirgi kundagi yashil iqtisodiyot o'rtasidagi farq nima deydigan bo'lsak, an'anaviy iqtisodiyot asosan bu ishlab chiqarish korxonalaridan maqsad foyda olish bo'lgan. Asosiy foydani olish bo'lgan. Hozirgi kunda yashil iqtisodiyotda bo'lsa, korxonada nafaqat foyda, balki o'sha ijtimoiy tomonlarini o'ylab, shu barqaror iqtisodiy rivojlanishni maqsad qilib qo'yadigan korxonalar nima qilinyapti. Endi bugungi kunda yashil iqtisodiyot deganda shu atrof muhitga zararli chiqindilar chiqarishni kamaytirish yoki o'sha sirkulyar ekonomika deydi, shu mahsulot ishlab chiqarish jarayonida o'sha yana qayta mahsulotlar ishlab chiqarish o'sha haligi chiqindi chiqmaydigan, o'sha iqtisodiyot aylanadigan siklga o'tadigan jamiyatda ishlab chiqarish jamiyatga o'tyapmiz. Endi yana mana Komiljon aka to'g'ri aytdilar, bu yil 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilindi. Bu dasturda nafaqat shu fuqarolar balki o'sha yuridik tashkilotlar, yirik davlat korxonalari o'zlarida atrofdagi yashil belbog'lar barpo etishyapti. Yashil belbog'lar barpo etishyapti. Bu nafaqat prosta shunday yashil belbog'ni barpo etishda o'sha bu ilmiy tomondan yondashilyapti-da. Qaysi hududga qaysi daraxtni ekish kerak, qaysi daraxt ko'proq o'sha hududga mos, o'sha bir o'zini shu laboratoriyalardan o'tkazgan holda o'sha hududga mos bo'lgan ekinlarni ekib parvarish qilish mexanizmini o'ylab topishyapti. Endi yana bitta qo'shimcha qilmoqchi edim, bu yashil iqtisodiyot bir maqola o'qigandim. O'sha maqolada hisob-kitoblar qilingan. Masalan, o'sha Parij bitimida o'rtacha global issiqlikni 2 gradus kamaytirish maqsad qilib qo'yilgan va keyingi bir 50-yilga borib agar global o'sha o'z holiga qo'yadigan bo'lsa, global isish +2 gradus yoki +4 gradus yoki +5, +6 gradusga o'sib ketadigan bo'lganda butun dunyoni yalpi ichki mahsulotga qanaqa ta'sir qilish o'rganilgan. Agar shu Parij bitimi asosida Parij bitimi asosida har bir davlat o'ziga qo'yilgan maqsadlarga erishadigan bo'lsa, salbiy tomondan ko'radigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulot -5,5% ga kamayishi mumkin bo'lar ekan O'rta Osiyo davlatlariga. Agar tek o'z holatiga qo'yadigan bo'lsak, bu 25% gacha yalpi ichki mahsulotni kamaytirishga olib kelishi mumkin ekan. Bu endi o'sha ilmiy tadqiqot asosida o'tkazilgan olimlarning fikri bo'yicha mana shu aytmoqchi bo'lgan gapim shu edi. Ajoyib, rahmat, juda ham yaxshi tushunchalar oldik. Endi esa nazariy qarashlar hayotda, amaliyotda qanday ishlashni ko'rib chiqdik. Ya'ni davlat miqyosida qanaqa ishlar olib borilayotganini ham ta'kidlab o'tdingiz. Endi bu jarayonlarda xususiy sektor va jamoatchilik qanday rol o'ynaydi? Ya'ni hozir siz aytgan yashil iqtisodiyot davlat siyosatida, umuman fuqarolar o'rtasida bo'layotgan narsalarda xususiy sektor va jamoatchilik qanday rol o'ynaydi? Yuqorida mana aytib o'tildi, masalan, yashil iqtisodiyotga o'tishimiz uchun birinchi navbatda ommaviylashtirishimiz kerak. Rustamjon to'g'ri aytdi, mana masalan aytaylik sanoat korxonasi bo'ladimi yoki tadbirkorlik faoliyati bo'ladimi, u ko'proq foyda olishni xohlaydi. Endi iqtisodiyot shunaqa narsa, iqtisodiy faoliyat yuritayotganingizda o'sha sektor ko'proq foyda olishni xohlaydi. Lekin davlat shunaqangi mexanizmlar ishlab chiqib, xususiy sektorda shu nimaga yo'naltiradi. Shunday mexanizmlar ishlab chiqib. Mana masalan aytaylik o'sha birinchi bo'lib Germaniyada bundan deyarli 30-40 yil oldin yashil bondlar, yashil moliyalashtirish degan tushuncha paydo bo'lgan. Ya'ni o'sha banklar aytaylik o'sha kim o'sha yashil iqtisodiyotga yoki tabiatda asrab iqtisodiy faoliyat yuritsa, o'shanga imtiyozli kreditlar beraman, yashil moliyalashtiraman degan bir nimani yo'naltirgan. Bu ham bitta mexanizm. Ikkinchi mexanizm, mana misol uchun Yevropaning deyarli juda ko'p mamlakatlarida yashil soliqlar vujudga kelgan. O'zi jarima mexanizmi oldindan bor edi.
jarima mexanizmi oldindan bo'lardi. Bu deyarli 50-100 yil oldinlar ham bo'lgan. Aytaylik qadimdan bo'lgan. O'zi yashil iqtisodiyot tabiatni asrash o'zi qadriyat bo'lgan. Lekin o'sha aytyapmiz, tabiatni rivojlantirish, tadbirkorlik faoliyati avj olib ketdi-da, zavod fabrikalar qurdik. Ular ko'proq anaqa olishda nima harakat qildi. Natijada u ko'proq foyda olish uchun ko'proq tabiiy resursni o'zlashtirish kerak bo'ladi. Tabiiy resursni o'zlashtirib, albatta nimaga ta'sir qilib boshladi tabiatga. U o'z navbatida kimga ta'sir qildi? Tabiatga ta'sir bo'ldimi? Insoniyatga ta'sir qildi. Kasalliklar ko'payib ketdi. Mana demak o'sha tabiat o'zaro bog'liq ekan bir-biriga. Bitta komponentda agar biz nima qilib tashlasak, ikkinchi komponentga o'zi ta'sir boshlanadi. Va uchinchi, mana Rustamjon aytgandek, uchinchi komponent bu iqtisodiyot. Agar demak tabiatni biz buzdik, tabiat ijtimoiy hayotga ta'sir ko'rsatadi va yalpi ichki mahsulot, iqtisodiyotda eng asosiy ko'rsatkichi yalpi ichki mahsulot. Yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichida ham bizda pasayish kuzatilar ekan. Mana shu bo'yicha hisob-kitoblar qilingan va prognozlar qilingan. Demak, o'sha yashil iqtisodiyotga o'tish bu hayotiy masala ekan. Hayotiy masala. Buni zaruriyati mana shunda ko'rinadi. Bizni xohlaymizmi, yo'qmi, biz o'shanga o'tishimiz kerak. Bo'lmasa bizni aytaylik, umuman insoniyatni, butun jamiyatni, butun global hayotni, yer yuzini inqiroz kutib turibdi. Aytaylik o'sha mana hozir Rustamjon aytib o'tdilar, havoni isib ketishi. Global issiqlik. Global issiqlik isib ketsa nima bo'ladi? Muzliklar erib ketadi. Muzliklar erib ketsa suv tugaydi. Inson uchun eng kerakli hayotiy resurs bu suv. Suv resurslari bo'lmasa hayot tugaydi. Mana demak o'shandan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yashil iqtisodiyot juda zaruriy masala, juda dolzarb masala. O'shaning uchun ham mana biz davlatimizda bekorga dastur qabul qilinmadi, bekorga o'sha yil deb e'lon qilinmadi. Va bu bo'yicha juda ko'plab materiallar, juda ko'plab ma'lumotlar juda ko'p bu bo'yicha. Aytaylik o'sha dunyo mamlakatlarini tajribasini olib qaraydigan bo'lsak, dunyo mamlakatlari bizda nisbatan ertaroq boshlagan. Aytaylik dunyo mamlakatlari, ko'p mamlakatlar yashil strategiyalar qabul qildi. Juda ko'p mamlakatlar atrof muhitni yashillashtirish, ekin maydonini yashil daraxtlarni ko'paytirish bo'yicha juda ko'p dastur olib. Mana men yaqinda bir joyda o'qidim. Aytaylik o'sha Saudiya Arabistoni mamlakatini olib qaraydigan bo'lsak, xabarlaringiz bor, Saudiya Arabistoni cho'l joyda joylashgan. Cho'l hududda ekin daraxtzorlar barpo qilish juda qiyin. Lekin ular shunaqa dastur qabul qilishdi. 70 million gektar maydonni kelajakda yashillashtirish dasturini qabul qilishdi. Va uni mexanizmini ishlab chiqishyapti, amalga oshirishyapti. Qanday qilib yashillashtiriladi? Dastlab qanday aholi punktlari atrofi, undan keyin sekin-sekin astalik bilan. Va mana shunaqa qilib, mana demak dunyo tajribasida mana shunaqangi qiziqarli tajribalarni demak nazarda tutib e'tiborga olishimiz mumkin. Siz hozir ta'kidlab o'tdingiz, yashil iqtisodiyot bu asosan tabiatni asrashga juda katta xizmat qilar ekan, lekin hozir savol tug'ilyapti, yashil iqtisodiyot odamlarga iqtisodiy manfaat ham olib keladimi yoki faqat tabiatni asrashga xizmat qiladimi? Ya'ni odamlarga iqtisodiy manfaat ham olib kelishini aniq misollar bilan, ba'zi raqamlar bilan ta'kidlab o'tsangiz, Rustamjon aka. Mayli, undan oldingi savolingizga yana qo'shimcha aytadigan bo'lsam, shu xususiy sektor yoki xususiy korxonalar nima qilyapti bugungi kunda yashil iqtisodiyotda? Xususiy korxonalar o'sha energiya tejovchi texnologiyalarni joriy qilyapti yoki o'sha energiya tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqaryapti, keyin qurilmalar ishlab chiqaryapti. Jamoatchilik bo'ladigan bo'lsa, o'sha yashil iqtisodiyotga zarar keltirayotgan nimalarni, o'sha holatlarni, kuzatuvchilarni o'sha jamoatchilik fikri bilan bir nazoratga olyapti buni. Shu qanaqadir bir nojo'ya harakat qiladigan bo'lsa, o'sha o'zi bugungi kunda o'sha juda keng tarqalgan shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatib borib, boshqa qilib, o'zingiz ham ko'rib turgan bo'lsangiz, uning orqasidan borib tekshiruvlar o'tkazilyapti, boshqa bo'lyapti. Menimcha bu juda ham jamoatchilik nazorati orqali shu xalqimiz o'zi bilmagan holda shu nazorat yashil iqtisodiyotga kurashyapti va o'shani nazorat qilib turibdi-da. Oddiy xalqda haqiqatan juda to'g'ri savol berdingiz. Masalan, oddiy xalqda qanday ko'rinadi yashil iqtisodiyot? Yashil iqtisodiyot ularga foyda beradimi, yo'qmi? Qarang. Misol uchun aytaylik, mana azaldan odamlar iqtisodiy faoliyat yuritayotganda shunaqa bo'lganki, iloji boricha kamroq xarajat qilib, ko'proq daromad olishga o'zini e'tiborini qaratganda. Endi mana yashil iqtisodiyotda esa
uni konsepsiyasini fundamental asosini tejamkorlik aks ettiradi. Ya'ni yashil iqtisodiyot aytyaptiki, siz tejamli bo'ling. Elektr energiya sarflaysizmi, yoqilg'i sarflaysizmi yoki biron bir xomashyo sarflaysizmi? Undan tejamli kamroq tejamli bo'lib, ko'proq mahsulot ishlab chiqaring. O'shanda ko'proq foyda oling degan g'oyani ilgari suradi. Bu nuqtai nazardan ham aytaylik o'sha nima qiladi. Bu nuqtai nazardan iqtisodiy foyda keltiradi. Ikkinchi masala shuki, mana masalan hozir juda ko'plab maqolalarda, kitoblarda, aytaylik o'sha ommaviy axborot vositalarida aytilyapti. Ommaviy kasalliklar tarqalishi yoki bo'lmasa odamlar kasallanishi, umrguzarlik deydi masalan. Umrguzarlikning qisqarib ketishi. Mana shular xalq demak tushunib boryapti. Demak o'sha o'zini me'yordan ortiq harakat qilishi yoki me'yordan ortiq resurslarni ishlatilishi, me'yordan ortiq oziqlanishi hammasi mana shu ma'lum bir ma'noda o'zining sog'lig'iga, hayotiga ta'sir ko'rsatishini endi tushunib yetyapti. Va tushunib yetib, sekin-astalik bilan o'shanga harakat qilyapti. Bu nuqtai nazardan bu ijtimoiy foydaga kirib ketadi ko'proq. Va insoniyat o'sha tushunib yetdi. Ko'proq o'sha yashil ish o'rinlarini o'z ko'zlarini ko'ryapti. Masalan, informatsion texnologiyalar yordamida aytaylik daromad olish mumkinligini tushunib yetyapti. Bu tabiatga ta'sir juda minimal bo'ladi va insonni ham og'ir mehnat qilmaydi bu sohada. Og'ir mehnat qilmasdan daromad olish imkoniyati borligini buni tushunib yetdi. Mana shu nuqtai nazardan insoniyatga buni foydali jihatlari ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham turli jihatlardan juda demak ko'p. Yashil iqtisodiyot nafaqat shu endi atrof muhitni asrashga, balki o'sha Komiljon aka aytgandek yashil ish o'rinlari yaratishga turtki bo'ladi. Bunda shu chiqindilarni qayta ishlash zavodlari tashkil topyapti. Endi bu chiqindilarni qayta ishlash zavodlari chiqindidan yana bir yangi mahsulot ishlab chiqaradi. Bunda endi yangi ishchilar ham ish o'rinlari paydo bo'ladi. Ishchilar ishlasa shu barqaror oyligi bilan shu oilasini uzoq paytlar shu kerak bo'lgan iqtisodiy nimalarni ta'minlab berish mumkin bo'ladi. Ya'ni yashil iqtisodiyotni tanlagan ishlab chiqaruvchi yoki tadbirkorlar faqatgina iqtisodiy foyda emas, balki tabiatga ham foyda keltirib, yana o'zini an'anaviy iqtisodiyotdan kelayotgan qaysidir ma'noda daromadini ham topsa bo'ladi. Ya'ni yashil iqtisodiyot u uchun unchalik katta zarar keltirmaydi. Cheklab qo'ymaydi, daromadini cheklab qo'ymaydi. Haqiqatan juda to'g'ri. Xo'p, keyingi savollarimizga o'tamiz. 3-blogimiz kunlik hayotda yashil iqtisodiyot aholi uchun deb nomladik. 3-blogimizni, endigi savollarimizni oddiy odam yashil iqtisodiyotga qanday hissa qo'sha oladi? Endi oddiy odam shu yashil iqtisodiyotga energiya va suvni tejash orqali o'zini hissa qo'shishi mumkin. Masalan, oddiy uyida yoki ishxonasida yoki ko'cha-ko'yda birinchi joyda agar svet yonib qolgan bo'lsa, uni o'chirib, kerak bo'lgan payt yoqib, yoki xonadan chiqqanda o'chirib yoki o'sha suv ishlatayotganda ham o'sha suvni kerakligicha ochib ishlatish. Masalan, tish yuvayotganimizda yoki yana boshqa ishlar qilayotgan, idish tovoq yuvayotganimizda suvni kerakligicha ochib, kerakligicha yopib, mana shunaqa narsalarda o'zini hissasini qo'shish mumkin. Yoki o'sha chiqindilarni ajratib saralashda, masalan, o'sha ko'p ko'ramiz, hozir o'zimiz ham ko'rib turibmiz, ko'chalarda 3 xil nimalar qo'yib qo'yilgan, plastik bokslar qo'yilgan, bittasiga o'sha qog'oz, ikkinchisiga shisha idishlar, uchinchisiga plastik idishlar tashlash, masalan, o'shani madaniyatini shakllantirish. Bu orqali ham o'sha yashil iqtisodiyotga har bitta odam o'zini qandaydir hissasini qo'shgan bo'ladi. Juda qiziqarli savol. Haqiqatan ham oddiy odam masalan qanday hissa qo'shadi? O'zi aslida insonni tafakkurida azaldan shunaqa narsa bo'lgan, tabiatga nisbatan o'sha tejamkor bo'lish, tabiatni asrashga bo'lgan tafakkurida, uni fitratida, tafakkurida bo'lgan bu narsa. Ya'ni nima uchun bo'lgan? Bu shunaqa narsaki, mana olimlar kitoblarida ham, insoniyatni nimasida ham bu tafakkurda g'oya bo'lgan, shunday g'oya bo'lgan. Ya'ni resurslarni kelajak avlod uchun qoldirish g'oyasi bo'lgan. Mana misol uchun aytaylik, o'sha bizni o'zimizni milliy qadriyatlarimizni olib qaraydigan bo'lsak, biz farzand tarbiyalaymiz. Farzand tarbiyalash an'ana bo'lib ketgan. Bu ham bir qadriyat. Va tarbiyalayotganda farzandni o'sha tabiatga aytaylik kam ta'sir qilgan holda, tejamkor bo'lgan holda tarbiyalanadi. Va unga ma'lum bir resurslarni qoldirishni o'ylaydi ota-ona. Mana shuni o'zi ham ma'lum bir ma'noda barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyotning g'oyasi hisoblanadi. Fundamental g'oya hisoblanadi.
mana shunday g'oyalar insoniyatni demak o'sha kundalik hayotida yashil iqtisodga amal qilishini ko'rsatadi. Va har doim ota-ona oilada, mana oila bizda o'sha mamlakatimizda oila, mahalla demak siyosati juda ko'p qilinadi. Mana shu juda muhim narsa. Bu oilada, mahallada aytaylik o'sha yoshlarga nisbatan o'sha yashil tabiatni asrash bo'yicha g'oyalar singdirib boriladi. Avloddan avlodga o'tkazib borish bu an'ana. Mana shuni o'zi ham aytaylik o'sha insoniyatning yoki kishilik kundalik hayotida bu narsa ham ko'rinadi. Va yashil iqtisodiyotda aytaylik yanada ham bu narsalarni avloddan avlodga o'tishini yoki yashil iqtisodiyotni rivojlantirishni nima qilish uchun albatta bu ta'lim masalasini rivojlantirish kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi qabul qilingan. Va o'sha strategiyada alohida bir band ajratilgan ta'lim. Ta'limni qanday? Yuqorida biz aytib o'tdik, oila, aytaylik o'sha maktabgacha tarbiya muassasasi, maktab, oliy ta'limning har bir bosqichida yashil ta'limni rivojlantirish masalasi ko'rilgan. Bu narsa nima beradi? Bu narsa o'sha insoniyatga kundalik hayotida o'sha resurslardan tejamkor foydalanish, tabiatga ta'sir ko'rsatmaslik yoki minimal ta'sirni nima qilishni beradi. Va minimal ta'sir yuqorida biz aytib o'tgandek zanjirda aylanib keladi. Ya'ni o'zining sog'lig'ini asraydi, boshqa jihatlar bilan zanjir holatda bir-biriga olib keladi. Mana shu nuqtai nazardan bu juda qiziqarli va bu dolzarb. Rahmat ustoz. Keyingi savolimiz uyda, ish joyida yoki ko'cha-ko'yda ekologik jihatdan to'g'ri yashash uchun qanday oddiy odatlarni kuzatuvchilarga tavsiya qilasiz? Komiljon aka mana to'g'ri aytdilar, shu qon-qonimizga singgan bu yashil iqtisodiyot bilan kurashish yoki yashil iqtisodiyot. Mana bitta elementi bu shu ota-onalarimiz yoki ko'cha-ko'yda 7 mahalla ota-ona deydi, ko'chada yursangiz suvga axlat tashlama yoki suvga tuflama deydi narsalar borki. Bular shu biz qon-qonimizga singib ketgan bu yashil iqtisodiyot. Bu hozir bizda paydo bo'lmagan, lekin nomi yashil iqtisodiyot bo'lmagan bo'lsa ham, lekin oldindan biz bu narsaga qattiq ahamiyat berib kelganmiz. Endi qanaqa tavsiya berishimiz mumkin? Masalan, shu ijtimoiy transportlar orqali foydalanish, ishga borib kelishda yoki velosiped bilan foydalanish yoki piyoda yurish. Bu ham tabiatga kamroq zarar yetkazadi. Davlat tomonidan bu ham rag'batlantiriladi. Masalan, ko'proq piyoda yuradigan bo'lsangiz, qanchadir o'ziga anaqa nimalari bor. Iqtisodiy manfaatlari bor. Keyin o'sha ikkilamchi mahsulotlardan ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlar sotib olish, bozorga kiradigan bo'lsangiz, ko'rsiz masalan haligi ikkilamchi mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, buni sotib olsangiz, bu ham qandaydir o'sha yashil iqtisodiyotga o'zi hissangizni qo'shgan bo'lasiz, foydangiz bo'ladi. Haqiqatan juda qiziqarli nima? Masalan, aytaylik o'sha yashil iqtisodiyotga o'tish uchun tavsiyalar masalan. Aytaylik yashil iqtisodiyotda fundamental g'oyalardan biri bu yashil iqtisodiyot fundamental tejamkorlik bo'ladi. Mana shu tejamkorlik ko'pchilikka o'sha tejamkorlik haqida tavsiya bergan bo'lardik. Ya'ni masalan yuqorida mana aytib o'tildi, agar biz ko'proq tejamkorlikka erishsak, buni foydasi ham ijtimoiy ham iqtisodiy foydasi juda katta bo'ladi. Aytaylik bir raqamlarga e'tibor qaradigan bo'lsak, misol uchun O'zbekistonda yoki butun dunyoda olib qaraydigan bo'lsak, dunyoda ma'lum bir aholining ma'lum bir qatlamiga hali ham o'sha aytaylik elektr energiyasi yetib bormagan joylar bor. Yoki masalan aytaylik eng hayotiy resurs haqida gapirdik biz. Mana Rustamjon ham aytib o'tdilar, suv resurslari. Bu juda hayotiy resurs. Lekin afsuski mana shu hayotiy resurs hamma uchun yetarli emas. Ya'ni birinchi navbatda notekis taqsimlangan, ikkinchi navbatda qayerdadir biz suvni isrofgarchilik qilamiz, ikkinchi bir joyda o'shani ta'siri ikkinchi bir joyda ko'rinib boshlaydi. Yoki kelajak avlodda o'zida ko'rinib boshlaydi. Agar o'sha isrofgarchilikka yo'l qo'yadigan bo'lsak. Mana shu nuqtai nazardan olib qaraganda, demak o'sha biz birinchi navbatda yashil iqtisodiyotni fundamental g'oyasi o'zi nimadan iborat? Fundamental g'oyasi o'sha tejamkorlik. Demak, odamlarga birinchi navbatda har qadamda yurganda, o'tirganda, oilasida, ko'chada har qadamda o'sha tejamkorlikni o'ziga kasb qilib olsa, tejamkorlikni o'ziga bir g'oya qilib olsa, ana shundagina biz sekin-astalik bilan yashil iqtisodiyotga o'tish rivojlanib boradi. Ushbu savolimizda davomi sifatida berilsa ham bo'lar ekan. Keyingi savolimiz yashil energiya, qayta ishlash, energiya tejovchi texnologiyalar. Bularning oddiy aholiga bog'liq tomoni qanday? Yashil energiya masalan oddiy aholiga qanaqa bog'liq tomoni bor deylik.
quyosh panellari bor. Masalan, o'sha oddiy aholi o'zini xo'jaligidagi mavjud bino inshootlariga o'sha quyosh panellarini qo'yish orqali bir nima qilish mumkin. Masalan, misol aytadigan bo'lsak, bir Vyetnam tajribasini o'rgangandik ilmiy ishimiz doirasida. Vyetnam bir yil qisqa vaqtlarda o'sha umuman quyosh stansiyalari bo'lmagan Vyetnam umuman shu ko'mirda ko'mir orqali ishlab chiqariladigan stansiyalar bilan elektr energiya beradigan davlat qisqa muddatlarda 9,5 gigavat quyosh panellari o'rnatilgan stansiyalarga ega bo'lgan. Bular qanaqa qilib erishdida shu narsaga? U Vyetnam hukumati aholi va tadbirkorlik subyektlarini ishontirgan va 20 yillik saxiy tariflarni joriy qilib bergan. Ya'ni imtiyozli tariflar joriy qilib bergan. Va shu qisqa yilda, masalan, 2 yilda o'sha 9 gigavat mощностьga ega bo'lgan. Bular xalq ishongan va o'zlari o'sha nimalarni fermalariga yoki ishxonalar tomlariga, uylariga qo'yganda quyosh elektr stansiyalari orqali elektr energiya ishlab chiqarishni boshlagan. Davlat, hukumat bulardan o'sha belgilangan tariflarda elektr energiyani sotib olishni joriy qilgan. Albatta ularda ham shu muammo paydo bo'lganda. Vyetnamda asosan quyoshli joylar bu janub tomonda joylashganligi bo'lgani sababli ko'pchilik shu janub tomonga o'sha quyosh panellarini o'rnatgan va o'sha tizimda kuchlanishlarga olib kelgan. Tizimda kuchlanishlar bo'lsa, o'zi bilasiz, avariyalar bo'ladi, boshqalar bo'ladi, transformatorlar ko'tarmaydi. Shunaqa narsalar bo'lgan, kuzatilgan ularda ham. Faqat hammasi salobot ketmagan. Yana ayrim holatlarda Vyetnam hukumati o'sha sotib olishga javob beradigan korxonalar, masalan, o'sha vazirliklar, energetika vazirliklari o'z vaqtida pullarni to'lanmaydigan holatlari ham bo'lgan. Lekin bu narsalar tez fursatlarda yo'l-yo'li joy-joyiga qo'yilgan va bugungi kunda Vyetnam o'sha quyosh stansiyalari orqali ishlab chiqarishda to'g'ridan bir qismi, demak, 25% gacha bo'lgan qismini elektr bilan qoplaydi. O'sha 9,5 gigavat deganimiz bu ko'mirda ishlaydigan stansiyalarda 6 ta ko'mirda ishlaydigan stansiyani o'rnini bosadigan mощностьda 9,5 gigavat. Bu shu narsa bo'ladi. Juda qiziqarli mavzu. Haqiqatan ham yashil energetikani o'zi alohida bir qiziqarli mavzu. Bu yashil iqtisodiyotning tarkibidagi mavzu. Lekin bu eng asosiy mavzuning sababi shundaki, biza kundalik hayotimizda ham, ishlab chiqarishda ham, sanoat korxonasida ham, mana Rustamjon aytgandek, aytaylik, o'sha energetika resurslardan foydalanamiz. Mana bittasini misol keltirdilar, quyosh panellari. Aslida yashil energetikaning turlari juda ko'p. Masalan, aytaylik, o'sha shamol energetikasini aytishimiz mumkin. Bu ham yashillik. Sababi nima? Gidroenergetikani aytishimiz mumkin. Suvni harakati hisobiga energiya oladi. Shamol energetikasini. Hozirgi bizning holatimiz shunaqaki, aytaylik, dunyo miqyosida ham o'zimiz O'zbekistonda energiya balansida ham ishlab chiqarilayotgan energiya resurslarimizning katta qismini biz ma'lum bir turdagi resurslarni, neft, gaz kabi resurslarni yoqib, ko'mir yoqib energiya olyapmiz. O'sha balans, aytaylik, balansda aytaylik o'sha yashil energetikaning ulushi sal kamroq. Lekin Rustamjon aytganda, Vyetnam misolida aytadigan bo'lsak, sekin ulushi ko'payib boryapti. O'zbekistonda ham aytaylik, uni ulushini xuddi o'sha xorij tajribasidan kelib chiqqan holda yaqin kelajakda 30% gacha oshirish nazarda tutilgan. Va endi bu aytaylik, masalan, oddiy insonga qanaqa foyda beradi? Mana misol uchun ko'pchilik bilmasligi mumkin yoki e'tibor bermasligi mumkin. Biz an'anaviy hayotda, aytaylik, o'zimizni mana shu an'anaviy hayotimizda, aytaylik, o'sha an'anaviy iqtisodiyotda, misol uchun mana aytaylik, neft, gaz bilan birga masalan gaz resurslarini juda ko'p foydalanamiz. Aslida bu gaz, foydalanayotgan gazimizni kitobiy tildagi nomi metan, butan, propan aralashmasi deb nomlanadi. Bu aslida zaharli gaz hisoblanadi. Bu insonning hayoti uchun juda ta'sir qiladigan zaharli gaz hisoblanadi. Lekin olimlar ilmiy tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan va ularda nimalari ishlab chiqilgan zaharli bo'lmagan, insonni hayotiga kam ta'sir qilgan gaz turlari ham borligi ishlab chiqilgan. Mana masalan inert gazlar deyiladi, geliy resurslari deyiladi. Endi ular to'g'ri ommaylashib ketmagan. Hozirgi masalan aytaylik, ishlatayotgan gaz resurslarimizga o'xshab ommaylashib ketmagan. Lekin hayotda u ham foydalanyapti. Ishlab chiqarishda ham qisman foydalanib boshlayapti. Uni loyihalari qilingan.
butun sekin astalik bilan o'sha zahar bo'lmagan insoniyatni hayotiga kam ta'sir qiladigan aytaylik o'sha resursga o'tish nimalar loyihalar qilingan. Mana demak yashil iqtisodiyot foydasi. Mana demak yashil iqtisodiyotni yoki yashil energetikani insonlar hayotida o'sha qanday afzalliklari, qanaqa nima borligi mana shunday misolda ham ko'rinadi. Ya'ni yashil iqtisodiyotga o'tish har bir insonni, o'sha jamiyatdagi har bir insonni o'zini salomatligi uchun ham, kelajak avlod uchun ham juda ham foydali. Xo'p, ustoz, yashil iqtisodiyot kundalik hayotimizga olib kirish bilan birga uni ta'lim, yoshlar va innovatsiyalar bilan bog'lash ham juda muhim hisoblanadi. Ayniqsa, yosh avlod bu sohaning ertangi yetakchilariga aylanishi kerak. Bu borada qanday imkoniyatlar mavjud? Ya'ni yashil iqtisodiyot sohasida ixtisoslashgan mutaxassislar O'zbekistonda yetarlimi? Juda dolzarb mavzu. Haqiqatan ham birinchi o'rinda biz aytaylik yashil iqtisodiyotga o'tishda o'sha yetarli darajada mutaxassisga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Chunki yashil iqtisodiyot hayotni hamma jabhasini qamrab olish kerak bo'ladi. O'shaning uchun ham mana hozir ta'lim sohalarida maxsus fan o'qitilyapti-da, shu bilan birgalikda yashil startaplar, yashil moliyalashtirish, yashil innovatsiya, yashil loyihalar degan tushunchalar kirib keldi. Va bularni birinchi navbatda yoshlarga bu nima ekanligini tushuntirib berish kerak bo'ladi. Aytaylik o'sha yashil startap. Startap o'zi bu biznes loyiha. Lekin yashil startap shunday loyiha qilinishi kerakki, ya'ni o'sha biznes loyihaning tarkibida tabiatga minimal ta'sir ko'rsatgan holda foyda olish loyihalarini qilish kerak bo'ladi. Mana masalan aytaylik o'sha bizda hozir zamonaviy bilimlar iqtisodiyoti degan, innovatsiya iqtisodiyoti degan tushunchalar kirib kelyapti. Bular hammasi bir-biriga bog'liq. Aytaylik o'sha yoshlar yashil startapni ishlab chiqadida, uni ostida eng asosiy g'oya nima yotadi? Tabiatga minimal ta'sir qilgan holda ko'proq foyda olish yotadi. Va hamma moliyalashtirish tizimi yoki o'sha hamma narsa o'shanga qaratilgan bo'lyapti. Bundan qanday foyda oladi? Bu juda qiziqarli. Mana masalan aytaylik o'sha bizning hayotimizga, ayniqsa mana yoshlar hayotiga informatsion texnologiyalar kirib kelyapti. Informatsion texnologiya shunaqangi, buning chegarasi yo'q yoki bo'lmasa mana robot texnologiyalar yoki bo'lmasa ommaviy axborot vositalari yordamida aytaylik daromad qilish yoki bo'lmasa o'sha aytaylik rivojlangan mamlakatlar entertainment industry degan narsa kirib kelyapti. O'sha sanoat ham ma'lum bir ma'noda o'sha aytaylik chiqindisiz texnologiyalar yordamida aniq qilyapti. Mana shunaqangi yoshlarga mana shunaqa bilimlarni berish o'zi sekin astalik bilan o'sha yashil iqtisodiyotga o'tish bosqichma-bosqich o'tish ko'rsatib beradi. Yoki bo'lmasa o'sha yashil ish o'rinlari g'oyasi ham ilgari surilyapti. Yashil ish o'rinlari g'oyasi masalan o'sha nimani aks ettiradi? Bu ham yuqorida bir-biriga bog'liq. O'sha shunday ish o'rinlari yaratilishi kerakki, u tabiatga minimal ta'sir ko'rsatgan holda foyda olinadigan ish o'rinlari yaratilishi kerak. Mana shular juda qiziqarli. Yoshlar uchun bu juda dolzarb mavzu hisoblanadi. Mutaxassislar haqida aytadigan bo'lsak, albatta bu yashil iqtisodiyot hozirgi yashil iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunda bu kesishuvdagi nimada? Bu yashil iqtisodiyot bu ekologik mutaxassislarda ham kesishuv joylari bor, iqtisodiy tarmoqlarda ham kesishuv joylari bor. Albatta bugungi kunda shu yashil iqtisodiyot bo'yicha oliy ta'lim muassasalarida magistratura yo'nalishlarini belgilab qo'ysak, bu kelajak uchun albatta juda ham kerakli yo'nalish bo'ladi deb o'ylayman. Juda o'rinli. Mana qo'shimcha qilib aytish xohlardim. Masalan, aytaylik bizda juda katta islohotlar olib borilyapti. Hozirgina aytib o'tdilar. O'sha quyosh panellarini o'rnatish. Bu bizga haqiqatan yangi soha hisoblanadi. Endi buni nimasini ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Hozir Vyetnam misol keltirdilar-da. Vyetnamda haqiqatan ham quyosh panellarini o'rnatish ommaviylashib ketgan. Va u qanday qilib ommaviylashganini bu kishi aytib o'tdilar. Uy xo'jaliklaridan boshlashgan, yo'llar, korxonalar sekin-astalik o'tib boshlagan. Lekin demak u biz uchun yangi soha. Demak energetika sohasida ham, Rustamjon, energetika sohasida ham, sanoat sohasida ham demak yangi sohaga mos. Demak agar mutaxassis tayyorlay olmasak, demak o'shanda belgilangan iqtisodiyot bunday tizimlilik ravishda natija berishi ozgina muammo bo'ladi. Xuddi mana Vyetnam misol keltirdilar, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmat ustoz, siz yuqorida ta'kidlab o'tdingiz yashil startaplar haqida. O'zingiz ham Toshkent xalqaro universitetimizda yashil iqtisodiyot
sohasiga, umuman shu fanga oid darslarda ishtirok etasiz, talabalarga dars berasiz. Talabalar orasida yashil startaplar qanchalik bor? Talabalar o'rtasida mana shu yashil iqtisodiyotga qiziqish qanchalik yuqori? Talabalar o'rtasida haqiqatan juda qiziqish yuqori. Mana misol uchun avvalo yashil iqtisodiyot fani o'tilayotganda bu hayotiy fan. Hayotiy fan bo'lgani uchun biz aytaylik talabalarni ko'chma dars qilib sanoat korxonasiga olib bordik. Sanoat korxonasiga olib borganda ular qiziqib qolishdi. Stanoklar hammasi tizimli bo'lib ketyapti-da, domla buni qanday bo'ladi, yashil iqtisodiyot qanday bog'lanadi, qanday nima qilinadi. U yerda juda qiziq bir holatga duch keldik. Ular talabalar uchun ham, o'zimiz uchun ham yangilik bo'ldi. Aytaylik, o'sha olib borgan sanoat korxonamiz Artel korxonasi edi. Artel korxonasida aytilyaptiki, mahsulot ishlab chiqarildi. Mahsulot ishlab chiqarib, aytaylik, bitta sexda aytaylik uni oddiy bir detal ishlab chiqarildi, ikkinchi sexda yig'ildi, uchinchi sexda to'liq mahsulot holatiga keldi, to'rtinchi sexda aytaylik logistika markaziga o'tkazildi. Logistika markazidan hattoki iste'molchiga yetib boradigan jarayoni ham to'liq raqamlashtirilgan deyapti. O'sha raqamlashtirish kuzatib turiladi. Va kuzatib turiladida ma'lum bir ma'noda aytaylik o'sha iste'molchiga hattoki iste'mol qilib olib undan foydalanayotgan paytda ham ma'lum bir ma'noda xabarnomalar yetkazib beriladi deyapti. Aytaylik, siz bizdan 1 yil oldin mana shu bizni tovarimizni sotib olgandingiz, siz bu bilan sizni tabriklaymiz degandek bir anaqa. Mana shu jarayon mana raqamlashtirib, to'liq raqamlashtirib, talabalar uchun bu juda qiziq. Va keyin bizni iqtisodiyot yo'nalishiga dars berdik va iqtisodiyot yo'nalishida ular albatta qiziqishdiki, hisobga olish qiziqishdi. Masalan, qanday qilib hisobga olinadi? Aytaylik, o'sha chiqindi bo'ladimi? Chiqindilar qanday hammasini uchetga olish, ishlab chiqarish bilan uni bog'lash, chiqindilarni qayta ishlash va u o'zaro bir-biri bog'liqligi, ya'ni o'shani statistikasini yuritish. Bu biz uchun yangi soha, bu fanni doirasida ichida yuritiladi, lekin ommaviylashtirilyapti. Yashil metrika deb yuritilyapti va bu statistikani tizimli ravishda olib borishni nazarda tutadi. Va keyin talabalar uchun juda qiziqarli holat kuzatildi. Talabalar hayotda ko'rgan, yashil energetikani ko'rgan va yashil energetika turlariga juda qiziqib qolishdi. Yashil energetika turlarini biza o'sha quyosh panellarini har kun ko'rishadi, lekin quyosh panellaridan tashqari mana yuqorida men aytib o'tdim, gidroenergetika resurslar. Bu oldindan bo'lgan, lekin qiziqarli tomoni ko'pchilik e'tibor bermaydi. Bu gidroenergetika tabiatga kam ta'sir ko'rsatadi. Mana Rustamjon bu soha bo'yicha juda yaxshi biladi. Ya'ni undan energetika qanday olinadi? Talabalarga o'sha savolni berib, keyin uni haqida ma'lumotlar berilganda juda qiziqib qolishdi. Va mana yurtimizda ham juda nima olib borilyapti, gidroenergetika sohasini rivojlantirish, ulushini ko'paytirish bo'yicha. Shunday. Juda ko'p loyihalar, marhamat. O'sha bo'yicha sizda juda ko'p ma'lumotlar bor. Komiljon aka juda to'g'ri aytdilar. Masalan, o'sha O'zbekistonda, umuman dunyoda o'sha energetika, elektroenergiya qanday ishlab chiqariladi? Bu qayta tiklanmaydigan manbalardan, masalan, ko'mir, gaz, o'shalarni ishlatish orqali, yoqish orqali elektr energiya ishlab chiqarish. Ikkinchisi, bu qayta tiklanadigan tabiiy manbalar orqali, bu suv, keyin yer osti termal suvlari, o'shalar bilan elektr energiya ishlab chiqarish. Hozir Komiljon aka aytib o'tdilar, gidroenergetika bu qanday ishlab chiqariladi? Bu o'sha tepadagi muzliklar erishi orqali paydo bo'lgan suvlardan o'sha daryo oqimlarida joylashtirilgan stansiyalar orqali, gidroelektrostansiyalar orqali suv kelib uradi. Ular nimasiga generatorlar orqali mexanik kuchdan elektr energiya ishlab chiqariladi. O'zbekistonda yashil shu gidroenergetika orqali ishlab chiqarish nazariy salohiyati 85 milliard elektr energiya ishlab chiqarishingiz mumkin ekan. Nazariy asosida. Texnik jihatdan bu 27 milliard kilovat elektr energiya ishlab chiqarsak bo'lar ekan. Texnik jihatdan. Biz demak 27 milliard kilovat elektr energiya ishlab chiqarishimizgacha bo'lgan stansiyalarni qo'ysak bo'ladi bugungi kunda. Bu olimlarning hisob-kitoblari asosida, O'zbekistonda o'rgan tadqiqotlar asosida qilingan. Endi bugungi kunda qancha elektr energiya ishlab chiqaryapmiz gidroelektrostansiyalar orqali? Bugungi kunda biz o'rtacha 6,5-8 milliard kilovat elektr energiyacha bo'lgan elektr energiyani o'sha gidroelektrostansiyalar orqali ishlab chiqaryapmiz.
Bu endi bugungi kunda bu buni rivojlantirish bo'yicha mana hozir juda ham ko'plab shu investitsion loyihalar amalga oshirilyapti. Bu O'zbekistonda 14 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha Toshkent shahri va 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ladigan bo'lsa, deyarli barcha hududlarda yashil gidroelektrostansiyalar mavjud. Masalan, Andijonda ham Farg'ona, Andijon viloyatlarida ham o'sha stansiyalar mavjud. Ular orqali elektr energiya ishlab chiqaramiz. Ayrim hududlarimizda bugungi kunda elektr stansiyalari yo'q, lekin keyingi yaqin kunlarda shu xususiy tadbirkorlar orqali kichik stansiyalar qurish bilan o'sha qolgan hududlarimizda ham shu elektr energiya ishlab chiqarsak bo'ladi suv resurslari orqali. Xo'p, javob uchun katta rahmat ustoz Rustamjon aka. Keyingi savolimiz, davlat tomonidan yoshlar innovatsiyasini qo'llab-quvvatlash uchun qanday dasturlar mavjud? Bu borada haqiqatan ham bizda juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Mana bu o'sha yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi ham alohida belgilangan. Bu yilgi mana atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot dasturida ham alohida ko'rsatilgan. Ya'ni alohida o'sha loyihalarni moliyalashtirish uchun alohida ajratish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda ko'p dasturlar, juda ko'p loyihalar e'lon qilinyapti. Va bu loyihalarda talabalarimiz albatta faol ishtirok etyapti. Faol ishtirok shundaki, mana masalan talaba juda bir qiziqarli ularda tafakkur paydo bo'lyapti. Masalan, o'rgangandan keyin birinchi navbatda aytadiki, "Va, demak tabiatga ta'sir mana shunday bo'lar ekan. Tabiatga ta'sir borib u kuchayib ketsa, oqibati nima bo'ladi? Ustoz, buni muvozanati bormi?" degan bir qiziqarli bir savollar bilan chiqadi. Haqiqatan ham tabiatda muvozanat bor. Muvozanat shu yashil iqtisodiyotda turtki beruvchi g'oyalarda ham bu muvozanatni ilgari suriladi. Ya'ni masalan, aytaylik, biz ishlab chiqarganda resurslarni, chiqindilarni minimallashtirish g'oyasi ilgari suriladi. Agarki biz chiqindilarni minimallashtirib turib, yashillikni ko'paytirsak maydonni, bu muvozanat vujudga keladi. Ya'ni bir tomondan chiqqan chiqindini yashillik daraxtzorlar u yutadi. Yutilish hodisasi bo'ladi. Ya'ni aytaylik, o'sha zavod, fabrika, transport chiqindi chiqaradi. O'sha chiqindi chiqarganda yuqorida biz aytib o'tdik, SO2 uglerod deyiladi. Uglerod ekinlar, daraxtzorlar uni yutadi. Yutib karbonat angidrid yutib, uglerod yutib, kislorod chiqarib beradi. Demak, mana shu muvozanatni tiklash bo'yicha ham demak ko'proq g'oyalar ilgari surilyapti, qo'llab-quvvatlanyapti. Mana eng katta qo'llab-quvvatlanayotgan g'oya bu o'sha yashillikni kengaytirish g'oyasi bo'lyapti. Ya'ni o'shanga yo'naltirilgan. Juda katta miqdorda bizni strategiyamizda, dasturlarda nima qo'yilgan. Ya'ni o'sha bir yilda qariyb 200 million dona ko'chat yetishtirish, ko'chat o'tkazish vazifalari belgilangan. Va biz yashil maydonlarning sonini borib hozir kamayib ketgan bo'lsa, uni demak o'sha 30% ga kengaytirish dasturi belgilangan. Qisqa muddatda, yaqin o'rta va qisqa muddatda. Keyinchalik buni doimiy ravishda kengaytirib borish nima qilgan. Mana shuning uchun ham hozirgi loyihalarda yoshlarga mana shu nuqtai nazardan ekologik ongni rivojlantirish, ekologik hayotni yaxshilash, ekologik tafakkurni rivojlantirishga oid loyihalarga ko'proq urg'u berilyapti. Agar mana shuni ko'proq ularda ongiga, tafakkuriga, dunyoqarashiga joylashtirilsa va keyinchalik ular buni kengaytirishga juda katta hissa qo'shgan bo'ladi. Umuman amaliyotda o'sha ish jarayonida kuzatuvlar natijasida yuqorida ustozga bergan savol, ekologik startaplar va yashil g'oyalar talabalar o'rtasida, umuman fuqarolar o'rtasida mana shu narsalarga qanchalik e'tibor bor? Eng katta e'tibor mana bizni hayotda ko'chada kuzatamiz, elektromobillarga qiziqish juda ko'pari. Bizda elektromobillarga juda yoshlar avtomobilga qiziqadi. Avtomobillar ham hozir juda ommaviylashib ketdi. Elektromobillar hattoki o'zimizda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilar ekan degan bir nimalar bo'ldi zavod, fabrikalarda. Va keyin aytaylik, o'sha mana hududlarga chiqib kuzatadigan bo'lsangiz, unda eng katta e'tibor nimaga bo'lyapti? Eng katta e'tibor o'sha
aytaylik o'sha yuqorida biz aytib o'tgandek elektromobillarda boshqa turlari ham chiqyapti. Boshqa turlari aytaylik o'sha aytaylik issiqlikda tejamkorlik, binolarda tejamkorlik bilan aytaylik qurish. Mana shu narsalar ommalashyapti. Ya'ni insonlarning hayotida uchrab turadigan narsalarni o'zida o'sha tejamkorlikni, yashil iqtisod g'oyalarini o'zida shakllantirsa, ko'proq nima berishi o'zi amaliyotda isbotlandi. Amaliyotda isbotlanib va insoniyat o'sha ko'cha-ko'yda bu narsani o'z ko'zi bilan ko'rsa va o'z ko'zi bilan ko'rib turib mana shunga tushunib yetsa, mana shundagina sekin-astalik bilan nimalarni bizda aytaylik mana shu paytgacha juda bir nima bo'lardi, holat bo'lardi. Mana chiqindi chiqaramizda, chiqindini qayta ishlash degan narsa bo'lmasdi. Mana hozir hamma ko'zi bilan ko'ryapti, chiqindi chiqarilyapti, to'g'ri, majbur bu narsa hayotiy holat. Chiqindi chiqargandan keyin u saralanyapti. Ana yoshlarimiz ana hammasi ko'zi bilan ko'ryapti o'sha narsani. Ana ko'z bilan ko'rgandan keyin saralanib, undan demak qandaydir ma'lum bir mana daromad olish imkoniyati ham borligini o'z ko'zi bilan ko'ryapti mana shu narsani. Va mana shu narsani ko'rgandan keyin u aytaylik o'sha narsaga tushunib yetyapti. Demak mana shu qayta ishlash, demak tabiatni asrash ma'lum bir ma'noda aniq foydali ekanligini. Yoki bo'lmasa aytaylik qishloq xo'jaligi sohasini olib qarayapsizmi? Qishloq xo'jaligi sohasida aytaylik o'sha hozir juda ommaylashib ketdi. Mana aytaylik o'sha issiqxonalar qurish. Issiqxonalar qurishda ham ko'pchilik endi oldin aytilardi, issiqxonalar qurganda uning ichiga o't yoqish kerak ekan, isitish kerak ekan. Yo'q. Endi mana issiqxonalarda ham anaqa yangi bilimlar paydo bo'lyapti issiqxonadan foydalanish bo'yicha. Uni issig'ini asrash o'sha ma'lum bir turlari paydo bo'lib ketyapti, yangi turlar. O'sha yangi turlarda aytaylik o'sha aytaylik yonilg'i yoqmasdan ekin yetishtirish. Yonilg'i yoqmasdan ekin yetishtirish. Hattoki O'zbekistonda juda ommaylashib ketdi. Sitrus mevalarini yetishtirish. Bir paytlar aytaylik bir 20 yil oldin, 30 yil oldin unaqa bo'lmasdi. 20-30 yil oldin sitrus mevalari o'zi birinchi navbatda sitrus mevalari juda ommaylashib ketdi. Ommaylashib ketgandan keyin xalqimiz ham shoshmay turib, bizning xalqimiz shunaqa xalq-ku, o'zimizda yetishtirsak bo'lmaydimikan degan nima qildi. Uni yetishtirish uchun o'sha sitrus meva yetishtirilgan mamlakatni ob-havosini sun'iy ravishda hosil qilish kerak edi. Mana shu bir-biriga ulangan holda ko'ryapsizmi? Yoshlar buni ko'rib boryapti. Demak yetishtirsa bo'lar ekan, ana qilsa bo'lar ekan deb turib va keyin yuqorida biz aytib o'tdik, yoshlar orasida yangi turdagi nimalar ommaylashib ketyapti. Yangi turdagi iqtisodiy faoliyat turlari. Mana misol uchun aytaylik, men bundan bir 20-30 yil oldin bizda gulchilik u darajada rivojlanmagan edi. Ana Rustamjon yaxshi biladi, Farg'ona vodiysida. Farg'ona vodiysi juda ommaylashib ketyapti. Hozir gulni yetishtirib, uzoq joylarga eksport qilishyapti. Shunday. Hozir Komiljon aka to'g'ri aytdi. Masalan, bugungi kunda issiqxonalarda ham o'sha har bitta tarmoq o'zini tomorqasidagi mavjud bo'sh yerlardan samarali foydalanishga o'tgan odamlar o'sha kichkina joylarda ham o'sha issiqxonalar qurib, o'sha juda ham haligi ixcham, qulay ishlatishga juda ham qulay bo'lgan issiqxonalar qurib, ularda endi oldingidek an'anaviy ariq ochib, kanallardan suvlar olib kelib emas, bugungi kunda o'sha tomchilar sug'orish tizimlari juda ham ommaviylashib ketdi, juda ham qulay. Siz uni endi aqlli tizimlar ham paydo bo'lib ketyapti. Siz uni boshqa ish joyingizda o'tirib yoki boshqa yerda o'tirib turib nazorat qilsangiz ham bo'ladi-da uni. Ichkaridagi iqlim qanaqa bo'lyapti, issiqlik yoki namlik qancha darajada. O'shanga qarab siz masofadan turib o'sha telefoningiz orqali, gadjetlar orqali boshqarishingiz mumkin-da. Siz bosasiz, o'sha payt o'sha suv ketadi, namlik o'z joyiga yetgandan keyin o'sha qanchadir vaqtda o'chadi. Shunaqa qilishingiz mumkin. Yana uni agar issiqxonani yana bir ko'rdik, texnologiya shunday nimalar qilishdi. Shamollatib turish kerak, masalan, kunduz kuni dimlanib qoladi. O'shani shamollatishda ham o'sha avtomatik mexanizmlar qo'yganda, shunday masofadan turib uni boshqaryapti. Issiqxona ma'lum qismi ochilyapti, o'sha paytda shamollanib yana yopilib nima qilyapti. Keyin yana bu tomonda ham o'sha xalqimizda ham bir nima ko'chatchilik yoki boshqa issiqxonada yetishtiriladigan mahsulotlarni o'sha xarakteristikasiga yetib borishyapti uni.
uni o'rganib, qaysi mahsulotni eksak bir ko'proq daromad olamiz yoki qaysi mahsulot issiqqa mos yoki qaysi mahsulot sovuqqa mos, o'shanga qarab o'zlari kelishgan holda nimalarni yetishtirishyapti. O'sha Komiljon aka aytgandek, mana gulchilikda ham gulchilik uyushmasi tashkil topdi O'zbekistonda. O'sha gulchilik uyushmasi orqali ko'chatlar yetishtirishyapti. Ko'chaga chiqsangiz juda ham chiroyli manzaralar paydo bo'lyapti, landshaft dizaynlar rivojlanib ketyapti. Hop, hozir qishloq xo'jaligi misolida aytib o'tildi. Iqtisodiyotning sohalari va tarmoqlari kesimida yashil iqtisodiyotga o'tish qanday bo'ladi? Mana hozir qishloq xo'jaligi misolida ko'rdik, sanoat yoki qurilish iqtisodiy sohalarida bu yashil iqtisodiyotga o'tish qanday bo'ladi? Juda qiziqarli savol. Haqiqatan ham yashil iqtisodiyot bu butun hayotning barcha jabhalarini qamrab olishi kerak. Barcha jabhalarni, o'sha aytaylik tarmoqlar, sohalar, insoniyatning hayoti, yurish, turishi, yashashi, salomatligi, sport bilan shug'ullanishi, hattoki o'sha madaniyat bilan shug'ullanishni ham qamrab olish kerak bo'ladi. Va bizda o'sha qabul qilinayotgan dasturlar, strategiyalarda ham har biriga alohida qilib ko'rsatilyapti. Mana misol uchun yashil energetikani Rustamjon aytib o'tdilar. Bizni quyosh panellari misolida, shamol energetikasi misolida, gidroenergetika misolida aytib o'tdilar. Ana endi yashil qishloq xo'jaligi qanaqa bo'ladi? Bizni yashil qishloq xo'jaligi o'zi azaldan bo'lgan, biz territoriyamizda, biz hududlarimizda bo'lgan. Lekin biz biz ko'proq daromad olish maqsadida ekin yetishtirayotganda ximikatlarni ishlatib boshladik. Va u o'z navbatida ximikatlar insoniyat salomatligiga ta'sir qila boshladi. Inson salomatligiga ta'sir qilgandan keyin, demak biz yana bir tushunib yetdikki, biz organik qishloq xo'jaligida organik mahsulot yetishtirish deyiladi. Organik mahsulot yetishtirishga o'tishimiz kerakligini yana tushunib yetdik. Va bu borada aytaylik, biz bevosita boshqa davlatlar bilan integratsiyalashganmiz. Boshqa davlatlarga aytaylik ma'lum bir mahsulotlarni sotamiz va ma'lum bir qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib kelamiz. Bunda ham aytaylik o'sha me'yorlar kiritilyapti. Masalan, hozirdan ko'p davlatlar, ba'zi bir davlatlar e'lon qilishdi. Biz mana shu 2026-yildan boshlab biz o'z darvozalarimizni faqatgina organik mahsulotlarga ochamiz, o'z bozorlarimizni organik mahsulotlarga ochamiz deb talab qo'yilyapti. Va mana shu sohada bevosita mana shu organik mahsulot yetishtirish bo'yicha demak islohotlar olib borilyapti. Yoki bo'lmasa qurilish sohasini olib qolaylik. Mana qurilish sohasida yashil binolar degan tushuncha kirib keldi. Yashil bino birinchi navbatda qanaqa bo'ladi? Yashil bino birinchi navbatda bu tejamkor bo'ladi. Ikkinchi navbatda esa chiqindi chiqarmaydigan bino bo'ladi. Yoki sanoat korxonasida ham xuddi shunday bo'lyapti. Sanoat korxonasida chiqindisiz texnologiya o'rnatilyapti. Aytaylik, yashil binoda qanaqa bo'ladi? Yashil binoda biz xohlaymizmi yo'q, maishiy chiqindilar chiqadi. Ana o'sha maishiy chiqindilarni bir paytlar olib borib tashladi. Endi yo'q. Endi shunday loyihalar qilinyaptiki, o'sha binoni 10 metr bo'lgan atrofda ma'lum bir modda yer ostida maxsus aytaylik o'sha kitobiy tilda aytiladi, rezervuar quriladi va rezervuarga maxsus texnologiya o'rnatiladi. U texnologiya uni qayta ishlaydi. Qayta ishlab zararsizlantirib, undan keyin tashqariga chiqarib yuboradigan loyihalar ishlanadi. Bu ham juda katta yutuq. Bu ham yuqorida aytganimizdek yangi texnologiya, yangi innovatsiya. Lekin buni amalga oshirish uchun yuqorida hammasi demak bir-biriga bog'langanini yana bir tushunib o'tishimiz kerak, yaxshi mutaxassis kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa madaniyat, sport yoki boshqa sohalarda ham. Hamma sohada o'sha yashillik, yashil texnologiya baribir xohlaymizmi yo'qmi, o'sha sohada sekin-astalik bilan kirib boryapti. Sekin-astalik bilan iqtisodiyotning tarmoqlari, sohalar hamma jabhani kelajakda menimcha yashil iqtisodiyot qamrab oladi. Buning qamrovi juda yuqori. Yana qo'shimcha qilsak, Komiljon aka, yashil sertifikatlar degan tushuncha ham kirib keldi. Bu yashil sertifikat nima? Masalan, ayrim korxonalar bor, ular yashil mahsulot ishlab chiqara olmaydi. Masalan, qanaqadir bir mahsulot ishlab chiqarsa, shisha ishlab chiqaradigan bo'lsa, albatta unda gaz yoqadi, boshqa qiladi. Endi yashil sertifikatni sotib olsa, bu yashil sertifikat sotib olgandan keyin u pullar o'sha yashil iqtisodiyotga, masalan, gidroenergetikaga yoki shamol elektr stansiyasi yoki quyosh elektr stansiyasi orqali elektr energiya ishlab chiqaradigan korxonalar o'shani hissasini ishlab chiqarib beradi. Demak, endi yana ayrim g'arb davlatlari shunaqa talablar qo'yadi. Siz ishlab chiqargan mahsulotingiz yashil texnologiyalar yoki yashil anaqa sertifikatlari bormi yo'qmi shuni so'raydi. Agar siz yashil sertifikat taqdim qiladigan bo'lsangiz, siz bemalol o'z mahsulotingizni o'sha boshqa davlatlar bozorlari segmentlarida olib kirishingiz mumkin bo'ladi.
Katta rahmat ustozlar savolga javoblar uchun. Endi mana shu savolni qaysidir ma'noda davomi desa ham bo'ladi. Bizning mamlakatimizda yashil iqtisodiyotning istiqbolli tarmoqlari qaysilar? Aniq tarmoqlar. Hozir qishloq xo'jaligini aytib o'tdik, qurilishni aytib o'tdik, lekin bizning mamlakatimizda hozir davlat siyosati darajasida ketayotgan va shu yo'nalishda ketsa, ertaga juda katta yutuqlarga, yashil iqtisodiyot bo'yicha yutuqlarga erishsa bo'ladigan aniq iqtisodiy tarmoqlar qaysilar deb o'ylaysiz? Yuqorida aytib o'tildi, mana Rustamjon bitta misol keltirdi. Bizni gidroenergetika salohiyatimiz misol keltirdilar. Haqiqatdan bizni olimlar uni o'rganib, o'sha salohiyatimiz hattoki 85 milliard kilovat soatgacha salohiyatimiz borligini keltirdilar. 27 milliard texnik salohiyat. Bu hali demak o'shanga yetishuv, bu ham bir istiqbolli soha deb tushunaman. Yoki bo'lmasa mana misol uchun bizning xalqimiz shunaqa qiziqarli xalqki, biz xalqimiz dehqonchilikka, qishloq xo'jaligiga ko'proq bir qiziqadigan, bir moyilligi yuqori bo'lgan nima. Endi qarang, bu sohada ham juda ko'p imkoniyatlarimiz bor. Yaqinda men bir adabiyotda o'qidim. Bizda o'sha statistika bo'yicha aytaylik 44.8 million gektar yer bo'ladigan bo'lsa, aytaylik qishloq xo'jaligiga deyarli 30 million gektardan oshiq yerlarimiz qishloq xo'jaligiga yaroqli. Lekin bor yo'g'i foydalanadigan yerlarimiz 4 million gektar. Ya'ni haydalib qo'yilgan. Lekin qolgan yerlarda ham imkoniyat borligini yaqinda bir o'sha adabiyotlarda, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Ya'ni qanaqa imkoniyatlar bor? Mana misol uchun aytaylik o'sha sug'orilmaydigan yerlarda ham o'ziga o'sha joyga xos bo'lgan ekinlarni ekib, undan aytaylik ma'lum bir ma'noda foyda olish imkoniyatlari bor. Undan o'sha joylarda aytaylik daraxt ko'kartirib, yog'och olishimiz mumkin ekanligi yoki bo'lmasa daraxt ko'kartirib turistik obyektlar hosil qilish mumkinligi yoki bo'lmasa aytaylik o'sha hayvonot olamini ko'paytirib daromad olish mumkinligi aytib o'tildi. Umuman olib qaraganda yashil iqtisodiyot agar uni o'rganib boshlaganda, yashil iqtisodiyot o'rganib boshlaganda imkoniyatlar juda ko'pligi kelib chiqadi. Mana misol uchun aytaylik moliya tizimini olib qaraylik. Bank moliya tizimida yashil moliyalashtirish degan tushunchalar paydo bo'lyapti. Yashil bond, mana masalan Yevropa mamlakatlarini olib qarasak, yashil bondlar degan. Bu ham foyda keltiradigan bir nima bo'lyapti. Yoki startaplar, informatsion texnologiyalar sohasi. Demak, istiqbolli sohalar juda ko'p. Hali biz o'rganib, demak, imkoniyatlari ochilmagan imkoniyatlar juda ko'p deb bilaman. Va o'sha sanoat va energetika sohasida mana Rustamjon ko'proq biladi. Ular o'sha tajribada nima qilingan, bu sohada ham menimcha juda ko'p imkoniyatlarimiz bor. Albatta, mana o'zi Komiljon aka to'g'ri aytdi. Endi bu bizdagi bugungi kundagi korxonalarimizni o'sha davlat miqyosida transformatsiya qilish nima qilinyapti. Bu transformatsiya nima? Bu korxonani isloh qilish. Shu isloh qilayotganda shu energiya tejamkor texnologiyalarni jalb qilish. Bu energiya tejamkor texnologiya jalb qiladigan bo'lsa, mahsulot sifati o'zgaradi va mahsulot ketayotgan tannarx kamayadi. Tannarx kamaygandan keyin o'sha ishlab chiqargan mahsulotni bozorbob bo'ladi. Mana shu tomondan mana shu yo'nalishlarda ham katta ishlar olib borilyapti. Qiziqarli, haqiqatan ham juda istiqbolli sohalar. Mana masalan aytaylik o'sha tarixni eslasak ham bo'ladi. Tarixda masalan hozir aytib o'tdik, yoshlar ko'proq nimaga qiziqadi, hozir aytib o'tdilar, informatsion texnologiya, avtomobilning yangi turlari yoki bo'lmasa aytaylik bugun masalan har xil texnologiya, oddiy dron texnologiyasini qo'llanishi. Dron texnologiyasini qo'llanishi qishloq xo'jaligida bo'ladimi? Aytaylik syomkalarda bo'ladimi? Aytaylik o'sha kino texnologiyalar olayotganda kino industriya deymiz. Bu yoshlar bunga juda qiziqadi. Ya masofadan turib boshqarish. Mana shunaqangi istiqbolli sohalar juda ko'payib ketyapti. Va bunga eng muhimi masalan yoshlarning o'zida qiziqish, o'zida intilish ko'rib juda odam havas qiladi. Bir paytlar bo'lmagan bu texnologiyalar. Agar aytaylik o'sha demak yashil ta'lim, yashil bilim yoki informatsion texnologiyaga oid bilimlarni ko'proq demak ommaviylashtirsak, ko'proq chuqurlashtirib yoshlarga bersak, demak yangidan yangi imkoniyatlar paydo bo'lishini bugun hayot ko'rsatib beryapti. Javob rahmat. Endi menda hozir bir qiziqarli savol bor. Qaysi kitob, film yoki loyiha sizga ekologik masalalar bo'yicha eng katta ta'sir ko'rsatgan? Ya'ni qandaydir kitob o'qiganingizda yoki qaysidir filmni, qaysidir ko'rsatuvni ko'rganingizda mana shu yashil iqtisodiyotga, tabiatni asrash haqida ko'proq o'ylagansiz yoki bu sizga katta ta'sir qilgan?
Haqiqatdan ham bu juda dolzarb qiziqarli bir savol. Bir paytlar haqiqatdan bizni yoshligimizda bo'lardi, shunaqa oddiy multfilmlar bo'lardi. O'sha multfilmlarda aytaylik o'sha aks ettirlardi, aytaylik delfinni o'sha hayoti, delfinni o'sha insoniyatga qanday yordam berayotgani yoki o'sha dengiz muhitida aytaylik o'sha yangidan yangi kemalar ko'payib borishi yoki dengizga narsalarni chiqindilar tashlanishi ularni qirilib ketishiga olib kelishiga oid juda ko'plab multfilmlar, kinolar bo'lardi. Ana shular albatta inson hayotiga ta'sir qilmay qo'ymaydi, insonni tafakkurini o'zgartirishga olib keladi albatta bu narsa. Bu borada mana keyingi men nazarimda keyingi paytda sal qandaydir anaqa oqsash yuzaga kelyapti. Men yuqorida aytib o'tdim, ommaviy axborot vositalarining turlari ko'payib ketdi. Kino industriya va boshqa turlardagi. Menimcha buni yana ham ommaviylashtirish kerak. Yoshlarga bo'lgan nimasini ko'proq qilib yoki mana masalan eng oxirgi aytaylik o'sha yoshlar orasida yosh bolalarimiz orasida eng ommaviylashgan multfilm bu Qirol Sher multfilmi. O'shanda e'tibor bergan bo'lsangiz o'sha qirollik ma'lum bir ma'noda kurash ketadi va tortib oladida, amakisi uni tortib oladida, keyin o'shanda ko'rsatiladi. Yam-yashillikka burkangan joylar anaqa qilib tabiat buzilib nima bo'lganini o'sha yerda aytib o'tib ketadi va keyin ko'rsatiladi, keyin aytib o'tib ketadi, o'shanda aytadi mana bu kishi yaxshi islohot olib bormadi va natijada mana shuncha joyimiz aytaylik o'sha yashillik yo'qolib ketdi, hayvonlar nobud bo'ldi deb aytib o'tib ketdilar. Mana ko'rdingizmi, mana shunaqangi bir ekologik nimani ko'rsatadigan, aks ettiradigan multfilm bo'ladimi yoki kino bo'ladimi yoki kichkina qisqa metrajli bir nimalar bo'ladimi? Agar mana shular ko'proq nima qilsak, ko'proq ommaviylashtirsak, demak bu juda katta ta'sir qilar ekan. Bu nafaqat yosh avlod ta'sir qiladi, katta yoshdagi avlod ko'rib undan ta'sirlanadi. Demak, bizning fikrimcha kelajakda mana shuni juda ommaviylashtirishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak. Bu va foydadan xoli bo'lmaydi. Sizlarga qanday ko'rsatuv film yoki kitob tavsiya qila olasiz? Tabiatni asrash bo'yicha ko'rgan odamlar tabiatga bo'lgan muhabbati oshadigan. Manchada eslanmayapti bunaqa narsa. O'sha gidroenergetika sohasi bo'yicha ham yaqinda men bir kichkinagina nima ko'rib qoldimda. Kichkinagina juda qisqa muddat. Lavha. Mana qarang, hozirda o'shani masalan aytaylik yoshlar yoki yosh kattalar aytaylik sabr toqat chidolmasligi mumkin uzoq 1 soat yoki yarim soatlik narsani ko'rib, qisqa metrajli, qisqa muddatli nimani qilib, masalan, aslida aytaylik biz iste'mol qilayotgan gaz qayerdan kelib chiqadi, u tannarxi qanchaga tushadi aslida yoki biz iste'mol qilayotgan energiya o'zi asli qayerdan kelib chiqadi va unga u qayerga borib yetib boradi, uni tannarxi qanchaga tushadi, uni qanday qilsak oqilona bo'ladi, qanday ishlatsak nima bo'ladi. Mana shunga oid qisqa nimalarni ko'rib qolaman men ko'pincha. Mana shunaqangi nimalarni ommaviylashtirish kerak deb o'ylayman. Ijtimoiy roliklar ta'siri juda kengayib boryapti, qisqa. Chunki ko'pchilik o'shanga e'tibor beradi. Ko'pchilik hozir masalan aytaylik kinoteatrlarga borib kino ko'rish masalan ilgarigidan kamayib ketgan, to'g'rimi? Yoki ming afsus kitob o'qish masalasi. Kitob o'qish masalasi ham ko'p targ'ib qilinyapti, lekin anchagina rivojlanib boryapti. Lekin oldingiga nisbatan sal kamayapti. Va mana shu ruhdagi, mana shu mazmundagi kitoblarni yozishni ham alohida bir rag'batlantirish mexanizmi yo'lga qo'yilsa, juda yaxshi bo'lardi. Mana biz masalan aytaylik o'sha Toshkent xalqaro iqtisodiyot universitetida mana yaqinda siz aytib o'tdingiz, katta anjuman bo'ladi, yashil iqtisodiyotga bag'ishlangan juda katta anjuman bo'ladi va bu ham ma'lum bir ma'noda yoshlar e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Talabalarning e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Va jalb qilib buni natijasi nimada kutiladi? Natijasi o'sha ma'lum bir ma'noda birinchidan mana shunday bir soha borligi, mana shu yerga o'tayotganligimizdan ma'lumot olinadi va bu borada aytaylik kichik roliklar, har xil ijtimoiy roliklar qilinsa, qilib turib ommaviylashtirsa, bu ham juda foydadan xoli bo'ladi. Kelajakda yashil iqtisodga o'tishimizga juda katta vazifa bajargan bo'ladi. Siz taklif o'tganingizdek, men o'ylashim bo'yicha ham jamiyatimizda umuman odamlar orasida menimcha yashil iqtisodiyot haqida bilmaydiganlar anchagina bo'lsa kerak. Hali bilimlar yetib bormagan.
hali u darajada demak o'zi aslida man yuqorida aytib o'tdik qadriyat bo'lgan ma'lum bir ma'noda unutdik ma'lum bir ma'noda unutdik va bu yangi tushunchalar kelganda esa esankirab qolyapmiz bu nima ekan deb aslida bu juda murakkab narsa emas bu hayotiy faoliyat bilan bevosita bog'liq narsa o'sha buni ko'proq ommaviylashtirsak yuqorida aytganday ommaviylashtirsak hayot faoliyatida ishlab chiqarish faoliyatida tadbirkorlik faoliyatida qanday qilib yashil iqtisodni qo'llash asosida yashil iqtisodga amal qilgan asosida g'oyalarga amal qilgan asosida daromad olish mumkin agar buni unaqa qilsak ommaviylashtirsak juda yaxshi bo'ladi juda natijalar juda ko'p bo'ladi. Komiljon aka, Rustamjon aka, bugungi podkastimizda yashil iqtisodiyot haqida, yashil iqtisodiyot o'zi nima, odamlarga u qanchalik kerak, ya'ni tabiatni asrash insonlar uchun qanchalik kerakligi haqida juda ham keng ma'lumotlarga ega bo'ldik va o'ylaymizki, kuzatuvchilarga u ma'lumotlar yetkazdik deb o'ylayman. Endi podkastimizda yakuniy savollarga o'tamiz. Ikkilalaringizga ham savol. Sizningcha 10-15 yildan keyin O'zbekistonda yashil iqtisodiyot qanday ko'rinishda bo'ladi? Albatta juda qiziqarli savol. Haqiqatan hozirgi tendensiya agar ketadigan bo'lsa, biza hozir mana Rustamjon aytib o'tdilar, biza massaviy ommaviy ravishda biz nima qilyapmiz? Ommaviy ravishda o'sha tejamkor texnologiyalarni yoki bo'lmasa yashil energetika texnologiyalarini o'rnatib boryapmiz. Quyosh panellari. Buning maqsadlarni belgilaymiz, ko'rsatkichlarni belgilaganmiz. Agar o'shalar rivojlanib boradigan bo'lsa, albatta 10-15 yildan keyin juda istiqbol juda yuqori bo'ladi. Bu birinchi yo'nalish bo'ladi. Ikkinchi yo'nalish yuqorida yana qaytarib aytib o'tamiz, o'sha informatsion texnologiyalar. Agar biz informatsion texnologiyalarni rivojlantirib borsak, bu ham o'zining natijasini beradi va 10-15 yildan keyin biz albatta iqtisodiyotimiz ma'lum bir ma'noda yashillashib boradi va bunda eng asosiy narsa insonning tafakkuri, insonning dunyoqarashi. Mana davlatimiz rahbari tomonidan ham juda ko'p bora aytiladi. Ya'ni o inson tafakkurini takomillashtirish, dunyoqarashini o'sha yashil tabiatni asrashga oid bir fikrlarni ko'proq berish. Mana shundagina g'oya, agar g'oyani o'shanday bitta g'oyaga yakdil kelishib olinsa, o'sha g'oyada tabiatni asrashga oid, yashil iqtisodga oid g'oyalarni o'ziga singdirgan yoshlar yetishib borsa, ana u juda katta natija beradi. Juda katta natija beradi. Men demak o'sha kelajakda yaxshi bo'lishini, yashil iqtisod yana ham rivojlanib borishini va uning qamrovi kengayib borishini kutyapman. Endi 10-15 yil bu juda ham katta muddat, lekin bugungi kundagi mana davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar bu o'z mevasini beradi va shu o'ylaymanki, bugungi kunda biz shu kishi boshiga sarflanadigan energiya manbalari, masalan, gaz yoki elektr energiya deydigan bo'lsak, keyinchalik bu kamayadi deb o'ylayman, kamayadi. Chunki odamlar o'zi bilgan holda yangi texnologiyalarni olib kelib, yangi texnologiya ishlatish boshlanadi. Masalan, o'sha energiya tejovchi mahsulotlar qo'yadi yoki o'sha uyga qo'yayotgan, uyini qurayotgan uyda ham komilakayotgandek yashil ular bilan bir energiyani ichkarida issiqlik saqlaydigan yoki tashqaridan issiq havoni kirmaydigan yoki tashqariga sovuq havo chiqib ketmaydigan texnologiyalar qo'llagan holda uy-joylar qiladi. Endi o'sha narsa qilgandan keyin o'z-o'zidan bu o'sha kishi boshiga tushayotgan elektr energiyasi yoki gazni miqdorini kamaytirishga olib keladi. Nafaqat bu aholi orasidagi tadbirkorlik subyektlari orasida ham, tadbirkorlar ham borgan sari o'sha mahsulot narxini kamaytirishga maqsad qilib, mahsulot narxini kamaytirishga harakat qiladi. Bunda o'sha energiya tejovchi texnologiyalar, yangi texnologiyani joriy qiladi. Yana bir narsa bor. Men o'ylayman, fantastik jihatdan hozir bunday tasavvur qiladigan bo'lsak, masalan, bir viloyatdan boshqa viloyatga o'zingiz mashinangizda bir ichki turizm qilib yuradigan bo'lsangiz, o'ng tomoningizda shamol elektr stansiyalarini ko'rasiz, aylanib turgan. Yana yursangiz qanchadir katta joylarda bir quyosh elektr stansiyalarini ko'rasiz-da, bir tasavvur shunaqa narsani qo'yasiz-da, gidroelektr stansiyalarini ko'rasiz. Bu juda ham bir qanaqadir bir boshqacha bir nima bo'ladi 15 yildan keyin. Endi yana bir misol aytadigan bo'lsak, Indoneziya misolida, Indoneziya birinchi marta quyosh stansiyasini qo'yganda, o'sha paytda tannarxi 25 sentga to'g'ri kelgan ekan. 1 kilovat elektr energiyani ishlab chiqarish tannarxi quyosh energiyasidan foydalangan holda 25 sentga teng kelgan ekan. Keyingi bir 5 yildan keyin o'sha narsa 6 sentga to'g'ri kelgan. Bu nimani javob beradi? Bu
o'sha yildan yilga texnologiyalar, yangi mahsulotlar, yangi nimalarni o'zlashtirish hisobiga bu o'sha mahsulot tannarxlari ham sekin kamayadi, tushadi. Endi bu quyosh panellari, hozir ishlab chiqarilgan quyosh panellarimiz sal qimmatroq bo'lsa, bir 3 yil 4 yildan keyin o'sha quyosh panellari juda ham arzon bo'ladi va har bitta aholi, yashovchi fuqarolar o'zining cho'ntagidan o'sha narsani olib kelib qo'yish imkoniyati paydo bo'ladi. Va ko'rib turibsizki, biz ham shu energiya, gaz iste'molida mutlaqo mustaqil bo'lamiz. Siz muammomiz, ijtimoiy muammolarimiz yechiladi deb o'ylayman. 10-15 yildan keyin. Bu juda ham katta bir o'zgarishlar bo'ladi. Albatta biz ham umid qilamiz 15 yildan keyin O'zbekistonda yashil iqtisodiyot mana shu siz ta'kidlagan darajada o'sishini va insonlar yashil iqtisodiyotga umuman tabiatni asrashga katta e'tibor berishlarini xohlab qolardik. Xo'p, bugungi podkast uchun, bugungi tashrif uchun juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Komiljon ustoz bugun podkastimizga mehmon bo'ldi, lekin umumiy olib qaraganda Komiljon akani ham mezbon desak bo'ladi, chunki Toshkent xalqaro universiteti dotsenti, o'zimiz universitetda faoliyat yuritishadi. Bugungi podkastimizni so'nggi so'z sifatida sizlarga bermoqchiman yoki kuzatuvchilarimizga umuman yashil iqtisodiyot haqida, tabiatni asrash haqida tavsiyalaringizni qisqacha bayon etib, ular bilan xayrlashib qolish uchun. Marhamat Komiljon aka. Rahmat, juda qiziqarli mavzuni belgilab taklif qilganlaringiz uchun avvalo juda minnatdorman, juda rahmat aytaman kuzatuvchilarga va o'sha tinglovchilarimizga aytmoqchimanki, o'sha yashil iqtisodiyotni g'oyalariga amal qilishga, yashil iqtisodiyotni g'oyalarini o'zingizga kasb qilib olishga harakat qiling. Ya'ni bu yashil iqtisodiyotni g'oyasi hech qachon bu yomon fikrlarni aks ettirmaydi. Aksincha sizga foyda keltiradigan tejamkorlikni aks ettiradi birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish g'oyasini asosida kelajak avlodga resurslarni tejab yetkazish turadi. Shu nuqtai nazardan ham demak har bir kishi, har bir inson o'zini kelajak avlodini o'ylaydi ko'proq. Bizni aytaylik o'sha milliy qadriyatimiz bu. Bizning milliy qadriyatimiz, ya'ni o'sha kelajak avlodni yaxshi tarbiyalash va unga nimadir qoldirish. Demak, biz agar kelajak avlodimizga yaxshi narsa qoldirmoqchi bo'lsak, o'sha bevosita yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish g'oyalarini tushunib yetishimiz kerak va unga amal qilishimiz kerak bo'lar ekan. Va men hammani barchani mana shu g'oyalarga amal qilishga chaqirib qolaman. Xo'p, ustozlar tashrif uchun yana bir marta rahmat aytaman. O'ylaymanki, bugungi podkastimiz juda ham ajoyib o'tdi. Bugungi suhbatimizdan shuni angladikki, yashil iqtisodiyot bu faqat ekologik muammolarga yechim, balki inson, jamiyat va kelajak avlodlar uchun eng sog'lom va barqaror yo'ldir. Suhbatimiz so'ngida yana bir bor anglaymizki, tabiat bizni bag'riga olgan ona, unga mehr ko'rsatsak, bizni o'z bag'rida asraydi. Uni asrash bu biz yashamoqchi bo'lgan dunyoni yaratishdir. TIU podkastining tinglovchilari, e'tiboringiz uchun tashakkur aytaman. Agar sizga mavzu yoqqan bo'lsa, do'stlaringiz bilan ulashing va albatta yaqinlashayotgan 16-aprel kuni bo'lib o'tadigan, universitetimizda bo'lib o'tadigan Yashil taraqqiyot konferensiyasida faol ishtirok etishingizni so'rab qolaman. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.